oshpazlik, tikunchilik, elektromontaj, santexnika, payvandlash kabi amaliy kasblarni o'rganishga qaratilgan intensiv kasb lagerlari o'quv kursini tashkil etish. Bu qisqa muddatli kurs bo'ladi. Demak, bunda biz shahrimizdagi hozircha 3 ta texnikumni, 2 ta texnikumni tanlab oldik. Birinchi sonli va demak ikkinchi sonli texnikumlarni tanlab olganmiz. Mana shu demak kurslarni tashkil etish bo'yicha Yoshlar ishlari agentligi mahallalardagi demak xohishi bor yoshlarni hozir ro'yxatini qilyapti. Mana shu ro'yxat asosida to'garaklar tashkil etiladi, intensiv kasb lagerlari. Bunda bandlikka ko'maklashish markazi bandlik jamg'armasi hisobidan o'qituvchilarning oyligi mablag'ini qoplab berishi reja qilingan. Demak, 3-yo'nalishda chempion tadbirkorlar bilan yoshlarimizni muloqotlarini tashkil etish yo'nalishi. O'zi hokim va yoshlar uchrashuvlarida ham bir yoshimiz shu masalani ko'targan edi. Ya'ni shu yaxshi natijaga erishgan tadbirkorlar bilan amaliyotda ishlayotgan biznesmenlar bilan tadbirkorlikka qiziquvchi yoshlarni uchrashuvlarni tashkil qiling. Baribir ular boshidan o'tkazgan tadbirkorlik qanaqa bo'lishini yaxshi biladi, bizga o'rgatadi uchrashuvlarda degan masala ko'tarilgan. Shuning uchun bu demak yo'nalish kiritilmoqda va buni demak marketplace, kurierlik, servis, savdo va sanoat kabi yo'nalishlarda demak ehtiyojlarga qarab turib yoshlarni mana shu uchrashuvlarda qatnashtirish va uchrashuv yakuniga ko'ra demak agar qaysi bir yosh o'sha tadbirkorlik subyektlariga ishga kirib, yonida yurib, shogird bo'lib o'rganaman desa, buni ham imkoniyatini qilib bermoqchimiz. Bevosita 4-yo'nalishimiz aynan mana shu demak chempion tadbirkorlar bilan muloqotning davomi hisoblanadi. Bu yoshlarni 1+1 dasturiga keng jalb qilish. Bunda tadbirkorlikka qiziqqan yoshlarni yo'nalishiga qarab turib, shu yaxshi ishlab yurgan tadbirkorga bittadan shogird qilib bo'lib berishni nazarda tutilgan. Misol uchun deylik, kimdir umumiy ovqatlanishni yo'lga qo'yishga qiziqyapti bir yoshimiz deylik, o'zini bir kichkina bir mana shunday shoxobchasini ochmoqchi. Bunda demak kimdir deylik yaxshi shaharda natijaga erishgan tadbirkorimizga o'sha yoshimizni bittadan shogird qilib biriktirib beramiz. Kim uni yonida yurib o'rganadi, ana undan keyin u tadbirkorlik ochsa, ertaga u qo'pol bo'lgan bankrot bo'lmaydi. Oyoqqa turib ketish oson bo'ladi. Va milliy jamoa o'yinlarini, demak O'zbekiston milliy terma jamoasining o'yinlarini, demak jahon chempionati futbol musobaqalaridagi ishtirokini ommaviy qo'llab-quvvatlashda ishtirok etish uchun yoshlarimizga shart-sharoit yaratib berishni biz Dolzarb 90 kun doirasidagi eng asosiy vazifalarimizdan qilib belgilaganmiz. Xabarlaringiz bor, buni umuman xalqimiz nafaqat endi biz tushundikki, buni bitta O'zbekiston kutmagan ekan, butun O'rta Osiyo xalqlari kutgan ekan, O'zbekistonni umid qilgan ekan chiqishiga. Mana shuncha yildan beri chiqdik. Endi buni biz qo'llab-quvvatlashni ham, muxlislikni ham, umuman olganda futbolchilarimizni demak olqishlashni ham o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak. Yoshlarimiz ham shu yo'lda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashimiz kerak. Shuning uchun sharoit yaratib berdik. Bu bo'yicha boshlangani munosabati bilan har 3 kun demak o'yinda ham birinchi guruhdagi davra o'yinlarida 3 kun uchun ham biz sharoitni demak Olmaliq metallurgiya kombinatiga qarashli markaziy o'yingohdagi tennis maydonida 1200 o'rinli demak tomosha joyini hozirladik. 4x8 kattalikdagi katta monitor o'rnatib, kunduzi ham kechqurun ham bemalol tiniq ko'rinadigan imkoniyat shart-sharoitini yaratib, undan tashqari demak yoshlar uchun turli xil kepkalar, o'sha jamoalarimiz logotiplari tushirilgan formalarni tayyorlab, bepul tarzda hokimiyat hisobidan, homiylik mablag'lari hisobidan mana shu narsalarni ta'minlab beryapmiz. Birinchi o'yinimiz bo'lib o'tdi. Bunda 1200 ta mo'ljallagan edik, lekin 1,5 mingdan ortiq yoshlarimiz va aholimiz qatnashdi. Va bundan tashqari biz boshqa tumanlardan farqli o'laroq Olmaliq shahrida 41 ta mahallaning har bir mahalla uchun umumta'lim maktablarimizda va ayrim texnikum va institutlarda hovlisida mahalla uchun ham qildik joy. Mahalla uchun ham kattaligi mana shu hozirgi mana sessiyadagi monitorlarga keladigan monitorlarni o'rnatib, maktablar bilan hamkorlikda joy hozirlab, sutuligacha qilib, suvigacha tayyorlab, mahalladan kelolmaydigan odamlarga ham shu nimani yaratib berdik shart-sharoitni. Futbolni ko'rish mumkin bo'ladi. Bemalol mana shu 3 ta futbolimiz bor. Xudo xolasa nasib qilamiz, bu guruhdan ham chiqsa, keyin yana davom etadi tomoshalarimiz. Keyingi yo'nalishimiz bu yoshlarimizni ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yoshlar tashabbuslari marafonini tashkil etish loyihasi bor. Bu respublikadan e'lon qilingan loyiha hisoblanadi. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan hozir bu loyiha e'lon qilingan va
yoshlarimizga hozir shahar hokimligining demak rasmiy saytlarida e'lon qilingan veb sayt orqali yoshlarimiz bunga ariza topshirish imkoniyatiga ega, elektron ariza topshiryapti. Har qanday yo'nalishdagi tashabbuslarni yoshlarimiz mana shu saytga joylashtiryapti. Ana undan keyin mana shu tashabbuslarining ko'rgazmasi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Madaniyat va san'at yo'nalishiga qiziqadigan yoshlarimiz ham juda ko'pchilik tashkil etadi. Albatta hamma IT yo'nalishiga yoki sportga qiziqmasligi mumkin. San'at va madaniyat sohasiga juda chuqur qiziqadigan yoshlarimiz bor. Bu yo'nalishda xabarlaringiz bor. Biz Olmaliq maqom ansamblini tashkil etganmiz. Mana shu maqom ansamblining konsertlarini qo'yishni reja qilgan edik. Mana shunga kunlarga ham yetib keldik. Hozir maqom ansambli alohida bir grafik asosida har bitta tashkilot korxonada va undan tashqari mahallalarda grafik bilan ketyapti. Maqom ansambli konsertlarini qo'yyapti. Albatta bu konsertlarni pulli tarzda tashkil etildi, lekin kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari va yoshlarimiz uchun bu konsertlar bepul bo'lyapti. Va bundan tashqari o'zim qo'shiq aytaman, tanlovlarda qatnashaman degan yoshlarimiz uchun Bo'zotov Fest Respublika yoshlar ovozi mohir fortepianochi tanlovlarini Olmaliq shahar bosqichidan tashkil etish uchun arizalar musiqa maktabimiz va madaniyat bo'limimiz mas'ullari tomonidan hozir qabul qilinmoqda. Sport yo'nalishidagi musobaqalar tashkil etishda bu sport maktabimiz mas'ul bo'lganmiz. Sport maktabi alohida grafik bilan sport yo'nalishidagi musobaqalarni tashkil etmoqda. Tashkilotlar bilan hamkorlikda albatta mana kuni kecha ko'rlaringiz, demak oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan tashkil etilgan sport tadbirlari mana shu yo'nalishdagi tadbirlardan biri hisoblanadi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida zamonaviy kasblar tanlovini tashkil etishni reja qilib olganmiz. Bu tanlovni biz hali boshlamadik, lekin mana shu 3 oy yo'nalmada kanikul ta'til davomida albatta buni demak o'tkazishni reja qilganmiz. Kitobxonlik yo'nalishidagi tanlovlar xabaringiz bor. Demak, hurmatli prezidentimiz bu yil butun mamlakatimizdagi hamma demak aholimiz, ayniqsa yoshlarimizni keng kitobxonlikka jalb etish maqsadida juda katta bir harakatga asos soldilar. Kitobxonlik yo'nalishida yosh yozuvchilar uchun demak grantlar tanlovi, iste'dodli mualliflar uchun tanlovlar, yosh kitobxon tanlovlari e'lon qilingan va biz buning Olmaliq shahar bosqichlarini demak axborot kutubxona markazimiz bilan birgalikda va ta'lim muassasalari bilan birgalikda tashkil etib, ularning keyingi bosqichlarga yo'llanmasini demak qilib beramiz. Saylgohlar, madaniyat va islohot bog'larida rassomlar ko'rgazmalari, mushoira kechalari, intellektual o'yinlar, turli viktorinalar, diskoteka va gala konsertlarni tashkil etishni reja qilganmiz. Xabarlaringiz bor. Bu iyun oyida, bu ham 90 ichiga kirib ketyapti. Iyun oyida biz yoshlar oyligini ham o'tkazyapmiz. Shu o'rinda ma'lumot uchun aytmoqchimanki, 25-iyun sanasiga belgilandi. 25-iyun kuni soat 19:00 da Metallurg madaniyat saroyining hovli qismida demak 15.000 kamida 15.000 odam rejalashtirilyapti. Yoshlarimiz qatnashishi rejalashtirilyapti. Juda katta gala konsert qo'yamiz. Mana shu konsert doirasida hozirgi mana shu 11-bandda mo'ljallangan tadbirlarimiz mana shu kuni ayniqsa yuqori saviyada o'tkazilishi reja qilingan. Bunga mashhur san'atkorlar jalb qilinadi va yoshlarimizni faollari mana shu yerda taqdirlanishi reja qilingan. Yoshlar sport marafonlari demak tadbir tashkil etish ham reja qilingan va bular o'tkazilmoqda. Ko'pchilikdan xabarlaringiz bor va bizda Olmaliq shahrida tan olish kerak. O'tgan yil biz hisoblab chiqsak, velo marafonlar juda kam bo'lgan ekanda. Yugurish bor, yurish bor o'tkazyapmiz, lekin velo marafonga ko'p e'tibor bermagan ekanmiz. Shuning uchun biz bu yoz mavsumida velo marafonni ko'paytirish chorasini ko'ryapmiz. Mana shuning uchun bu rejalarga qo'ydik. Endi bolalar uchun respublika bo'ylab ichki turizm sayohatlarini tashkil etishni ham 90 rejasi qo'yganmiz. Xabarlaringiz bor. Biz Samarqandda o'sha demak Al-Buxoriy majmuasiga va boshqa joylarga va undan tashqari har bitta mahalla yoshlarining grafik tasdiqlandi. Grafik asosida Toshkent shahridagi muzeylarga demak sayohatlarni tashkil etish rejalashtirildi va u boshlandi. Va bu muzeylarga borishda demak transport vositasini shahar hokimligi ko'magida bo'lyapti. Muzeylarga kirish xarajatlarini esa demak mahallaning jamg'armasidan qoplab berilishi demak ko'zda tutilgan. Bundan tashqari biz 1-iyun bolalar kuni munosabati bilan Olmaliq shahridagi demak o'zimizni o'lkashunoslik muzeyini barcha bolalarimiz uchun bepul qilib tashkil qilib berdik. Yozgi oromgohlarda yoz o'tmoqda soch shiori ostida insholar tanlovi hamda musiqiy kechalar tashkil etish rejalashtirilgan. Shu ma'lumot o'rnida aytmoqchimanki, shahrimizda demak 23 ta maktabda 5 tasida yozgi sog'lomlashtirish oromgoh maydonchalari tashkil etilgan. Bu tushgacha bo'ladi, ya'ni obed vaqtigacha bolalarimiz bunda uyqu va obedlanish, ovqatlanish bo'lmaydi. Obedgacha bo'ladi. Bolalarimiz turli yo'nalishlarda demak bu joyda
bemalol kelib mana shu lagerlarda qatnashib ketishi mumkin bo'ladi oromgohlarga. Muzeylar va tarixiy obidalarga ekskursiyalar reja grafik asosida boyaga aytgan tadbirimiz davom hisoblanadi. Va kibersport musobaqalari, virtual reallik o'yinlari, e-sport chempionatini tashkil etish rejalashtirilgan. Ochiqdan aytish kerak, bu yoshlarimizni biz ko'p yo'ldan qaytarib kompyuterdan uzoqlashtirish harakat qilganimizda baribir bo'lmaydi. Baribir yoshlarimiz internetga, demak kompyuterga intiladi. Shuning uchun bularning ehtiyojini biz to'g'ri yo'lga yo'naltirishda tarafdorimiz. Shuning uchun kibersport musobaqalarini ham demak hozir nizomlarni ishlab chiqyapmiz. Buni yaqinda e'lon qilamiz. Bunda bemalol 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Sen kuchlisan deb loyihamiz bu o'zimizga juda yoqadigan loyiha, chunki bu nogironligi bo'lgan bolajonlarimizning demak san'at asarlari, qo'l mehnati bilan yasalgan buyumlarini xalqqa namoyish etish va ularning savdosini yo'lga qo'yishga qaratilgan juda yaxshi loyiha hisoblanadi. Mana shu loyihamizni ham demak bu yaqinda e'lon qilamiz va buni demak bog'da tashkil etish rejalashtirilgan. Kino kechalari ochiq osmon ostida kinolar qo'yib berish. Bunda har bitta mahalla binosida demak hozir proyektorlar bilan ta'minlandi va proyektor yo'q bo'lgan mahallalarimizda katta televizorlar mavjud. Mahallalarimiz yoshlari uchun kinolarni ro'yxatini qilib, Ma'naviyat manfaat markazi tomonidan ular qo'lga berilgan. Mana shu kinolarni xalqimizga, yoshlarimizga namoyish etish rejalashtirilgan va bu boshlangan hozir. Yoshlik kinostudiyasi filmlar taqdimoti bu ham aynan mana shu tadbirlarning sirasiga kiradi. Teatr namoyishlari shu o'rinda Olmaliq davlat texnika institutining demak Ibrat teatr studiyasi tashkil etilgan. Ochiqdan aytish kerak, bu studiyaning faoliyati uncha professional teatr studiyalaridan kam emas. Shu darajada zo'r. Men deputatlarimizga ham tavsiya qilib qolardim. Bir kun agar rejalashtiradigan bo'lsak, mana shu yoshlarimiz shu spektakllarni qo'yib bersa, yarim soatlik spektakllari bor. Juda ham e'tirofga sazovor. Aynan mana shu yoshlarimiz hozir tayyorgarlik ko'ryapti. Buni mahallalarda yoshlarimizga qo'yib bermoqchimiz. Bu jadidlar haqidagi ajoyib bir nimalar tayyorlagan. Adabiy kechalar, talant shou va tabiatni asraylik kabi ekologik blogginglar ham rejalashtirilgan. Hurmatli deputatlar, jami demak 23 ta demak banddan iborat 5 ta yo'nalishni o'zini ichiga qamrab olgan tadbirlarimizni mana shu 90 kun davomida to 1-sentyabrgacha biz o'tkazib boramiz, yoshlarimiz qamrab olamiz. Savollar bo'lsa? Savolim bor, masalan, muzey va tarixiy obidalarga ekskursiyaga olib borishyapmiz. O'sha olib borish jarayonlarida qaysi yoshlarni olib boramiz? Har mahalladan qaysi toifadagi yoshlar qanaqa g'oliblik qo'lga kiritganmi yoki faolmi yoki nofaolmi? Bu reja bormi? Jalb qilinish, yoshlar jalb qilinish qatlami bormi yo'qmi bo'yicha? Yoshlarning aynan bir qatlami bilan belgilab olinmadi, ajratilmadi, mahallabay grafik qilindi. Ana shu belgilangan demak grafik asosida o'sha mahallaning navbat kelganda shu mahallaning yoshlari borsa bo'ladi. Toifasida qat'iy nazar. Taklif bildiryapman, endi taklif nazardan qabul qilasizmi? O'sha yoshlar tashkilot o'zim ishlaganim uchun tajribam bo'lgan nazardan mahallalarda dejurniy bolalar bo'ladi. Faqatgina shu 10 ta bola, 10 ta bola shug'ullanadi. 5 ta ashabisga ham shu 10 ta bola bo'ladi. Kitobxonlikka ham shu 5 ta bola bo'ladi, 10 ta bola bo'sh. Boshqa bolalar jalb qilinmay qoladi. Lekin asosiy maqsad mahalladagi bo'sh yurgan yoshlarimizni o'sha Nodar 90 kunni qamrab olish, ularni faollashtirish. Shu munosabat bilan yoshlar agentligi deymizmi yo sizlar tomonidan yoki joylarda qilgan mas'ullar tomonidan yoshlar yetakchilar tomonidan ahamiyatli yoki reyting sifatida yoki alohida monitoring bo'lishi kerakmi? Misol uchun ko'rinib bo'ladi, ko'p shunaqa vaziyatlarda shu narsa deb ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman, barcha musobaqalarda, salkam 50% musobaqada o'sha mahalladan bitta bola ishtirok etadi. Shuning uchun imkon bo'ladigan bo'lsa, familiarni bo'lsa, familiarni qilib boyagi monitoring olib borsa, bizda yana ham bu oydinlik kiritiladi. Boyagi shahrimizda hozir yoshlarimiz, hozir qancha yoshlarimiz bor? Yoshlarimiz hozir 55 million. 55. Misol uchun 55 mingdan 10 ming misol maktab o'quvchilari yoki yozgi oromgoh borolmaydi, 10 mingtalik 10 mingdan 100 tasini emas, boyaganda salkam 500 ta 400 tasini jalb qilsangiz isbotli yuribsizda. Shunday nazardan agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, buni monitoring qilish darajasida ham o'ylab chiqilgan. Oxirgi чтобы haqiqatan ham 100 ta emas, va 100 ta bola 500 tani hisobini olishga ketdi, 500 ta o'zini o'rnida bo'lgan ma'qul bo'ladi. Shuni taklif qilamiz. Kimlar hurmatli savollar bormi? Tushunarli. Yoshlarni jalb qilish, maktablardagi oromgohlar bo'yicha
xabarlar eshitildi, sizlarga ham